Quchoq kutilgan kunlar keldi. Qo'shrabot tuman markazi bilan sohil bo'yi, Chot, katta qishloqlarni bog'lovchi, soydan o'tuvchi yo'lda zamonaviy ko'prik qurilmoqda. Ushbu texnika nomi Stoyboyka. Bu soylardan ko'p yildan beri sel keladi. Men 70 yoshim 70ga kirdi. Haqiqatan mashinalar o'sishga, aholi o'sishga nihoyatda qiynaladi. Mana Xudoga shukr, rahmat boshimizga. Sog' salomat mana ko'pirni qurib berib bersa, bizlarga katta rahmat. Mana mashin kelyapti deyjina, ko'p mashin bergandaydi. Shuning uchun katta rahmat sizlarga. Ustobo, Xudo xolasa ko'prik qurilish jarayoni qachonga tugaydi? Xudo xolasa shu 20-sentyabrlarga topshiramiz degan niyatimiz bor. Yaxshi. 20-sentyabrga yetkazamiz Xudo xolasa. Avtotransport va piyodalar uchun soy suvini kechib o'tish oddiy holga aylanib qolgan edi. Ushbu soy orqali o'tadigan yo'lni har yili bahor faslida sel toshqinlar kelib, qishloq aholisi tomonidan qurilgan ko'prikni buzib ketar edi. Har yili ko'prik qurishdan charchagan qishloq aholisi uchun ushbu zamonaviy ko'prik Mustaqillik bayrami uchun qo'yana bo'ldi. Ushbu bunyodkorlik ishlariga shaxsan viloyat hokimi Adiz Boboyev bosh bo'layotganligi uchun Qo'shrabot tuman aholisi nomidan kattakon rahmat aytamiz.